O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston 2030 strategiyasini yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi 2024-yil 21-fevraldagi farmoni va Ichki ishlar vazirining 2024-yil 9-may kunidagi farmoyishi ijrosini ta'minlash hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan otaliqqa olingan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning ma'naviy dunyoqarashini yuksaltirish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tashabbusi bilan otaliqqa olingan yoshlar o'rtasida xavfsiz hayot uchun birlashaylik shiori ostida o'tkazilgan Zakovat intellektual o'yinlarining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Tanlovning shahar tumani bosqichida birinchi o'rinni qo'lga kiritgan bilimdon yoshlardan tashkil topgan jamoalar o'z bilim va salohiyatlarini namoyon etdilar. Bellashuv yakunida birinchi o'rinni qo'lga kiritgan Vobkent tumanining Vobkent, ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan Buxoro shahrining Buxoro va uchinchi o'rinni qo'lga kiritgan Kogon tumanining Kogon jamoalari diplom, esdalik va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. Xavfsiz hayot uchun birlashaylik shiori ostida bo'lib o'tgan qiziqarli o'yinlarda Vobkent tuman jamoasi bilan birgalikda qatnashib birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Bugungi taassurotlarga juda boy o'yin bo'lib o'tdi. Biz nasib bo'lsak, respublika bosqichida ham qatnashib birinchi o'rin olishga harakat qilamiz.